ikki jamoaning optimal tarkiblari ila boshlab berishimiz mumkin bo'ladi. Oq libosda ekraningiz chap tomonida Englify va ko'k libosda ekraningiz o'ng tomonida MySchool jamoasi a'zolari taqlanib turishibdi. Ikki jamoa a'zolari ko'rishib olishmoqda. Hakamimiz Muhammad Solih Olimjonov, Viktor Hernandez. Etalonga ega faol aktiv jamoalar o'rtasida hakam ruxsat berdi. Biz o'yinga start beramiz. Mike Dean o'yinni boshqarib bormoqda, asosiy arbitr. Diyor Abdusalimov almashib oldi. Salohiddin G'anixonov jamoaning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi va hozircha chap qanotdan, ya'ni Jahon Alining qo'riqlanadigan zonasidan o'rin olgan. Abdusalimov qanotda faollik ko'rsatadi Muhammad Yusuf bilan. O'tgan o'yindagi birinchi hisobni ochuvchi gol muallif bo'lgan uzun pas o'tdi. O'ng oyoqda G'anixonovda muhim figurasi, ya'ni uzun paslarda, darvozabon bilan bog'lamlarda faol. Sobirov ham maydonda. Hozir biroz xato bo'lishi mumkin edi. Bekzodjayev o'tib ketdi, ikki qolishgan. Englifayda to'p. Bekzoddan ajoyib yo'naltirgan edi bu pushkani. Xato. Ikki bog'lam ishlamoqda. Yaxshi Englifayda hujum zonasiga chiqish. Markazni berib qo'ymaslik kerak MySchool o'yinchilari, lekin yana berishmoqda zarbaga. Imkon qoldirildi. Jarima maydoni tashqarisidan to'pga uzoqroq turishni ta'kidlamoqda. Kontakt bo'lgan. Ruxsat etildi Abdusalimovga, hisob ochiladimi? Yordan Zubesda Yordan qayta Damasga bermoqda. Yo'q. Uning bu qo'shimchasi Maksim uchun Maksimga. Ikki o'yinchining qanotdagi bog'lama xavfli ko'rinish olishi mumkinligini amalda ko'rmoqdasiz. Ketgan ekan Muhammad Yusuf. Saloyda ruh baxsh etadi desak ajab emas. Keldi Jo'rayevgacha. Gavdasi bilan to'xtatdi Jo'rayev. O'ng oyog'ida to'g'irlagan. Sobirovga qoldirdi. Sheraliyev o'z bilan jamoa sardori oyog'ini to'xtatdi bilan Sheraliyev. Ismoil Sheraliyev. Kamerada ko'rsating uni qanday zarba yo'lladi oyoqlarining tashqi qismi bilan. Unda bugungi o'yinda 3 ta zarba ko'rgandik va 4-zarbasini u golga aylantirmoqda. Englifay tomonidan tepni qo'shilishi, MySchoolning esa qarshi hujumga keskin paslar bilan o'tganligi tufayli ham o'yin yonib ketmoqda. Temp yanada qo'shilib bormoqda. Tomoshabin lahzalarini to'xtatib bermoqchi edi hozir Mamatqulovga. Jo'rayev Mamatqulov pressingga qaytadi. Sobirov o'zi chap oyog'ida. Hamidullayev! Behruz qanday to'pni to'rga joylab qo'ymoqda. Hisob 2-1. Kutmagandingiz bu golni albatta. Hisob bizda yangilandi. 2-1. Qaytardi oldiga bormoqda o'zi. Titratmoqda darvozani Hamidullayevga qaytdi. Hamidullayev! Behruz. Uning boylik golini ko'rgandingiz, ushbu nishonlashni Salohiddindan ko'rgandingiz, lekin Berdiqulov qaytgan, Sobirov, Sheraliyev va Jo'rayev ham maydonda. Ko'ramiz, Xo'jamberdiyevning ikkinchi taymdagi seriyalar soni birinchidagi kabi ko'p bo'ladimi yoki MySchool tejamkor rejimiga o'tadimi? Uzun pasni tanlamoqda Habibullayev, Sherigiga qoldirmoqchi bo'lgan edi. To'p qaytib kelmoqda. Noaniqlik. Xotirjamlik bilan qoldirilishi Aliyev tashqi tomonda rikoshet. Lekin ikki jamoa darvozaboni birinchi taymdan farqli ravishda yuqori darajadagi sevlarni amalga oshirmoqda. Devor uslubida Jo'rayev. O'zi Jahonali. Jo'rayevga. Bekzod Jo'rayev. Hisobni kichiklashtiruvchi, Englifayni eng kutilgan, temni yuqorilashtirgan mana shu golini urmoqda Jo'rayev. Muchakni amalga oshirib beradi. Ikki vakil ichkarida Diyorga yoki Salohiddinga qoldirishi mumkin. Abdusalimovga qoldirdi, to'g'ridan to'g'ri yana save. Qancha zarba bersangiz bering, men bugun Vladimirman deyapti darvozabon. Englifay 8-raqamda yana bir ajoyib pas Sobirovdan. Shoshmaslik kerakligini eslatmoqda, chunki har qanday yo'qotilgan vaziyat vaqtni ham o'sha hujumga bo'lishi mumkin bo'lgan, hujumga ketkazilishi mumkin bo'lgan vaqtni ham yo'qotilishi. Jahonaligacha keldi. Abdusalimov ikki chiqarsida Jahonni hayratga solmoqda. Berdiqulovning nomini tabloga yozib qo'ying.